Assalomu alaykum baliq ovish qog'ozlari. Bugun ham mana vaqtimiz bo'lib qolib ovga keldik. Xudo xolasa sizlarga chiroyliroq video tayyorlab chiqaramiz deb ov qilgani keldik. Joylarimiz o'sha o'tgan safargi joylar. Xudo xolasa nasib qilsa bugun ham yaxshi ov qilsak videolarni chiroyli qilib chiqaramiz. Natijalarni hamma bilan bo'lishamiz xudo xolasa. Mana o'sha joy. Bugun suvimiz jicha ozayibdi. Lekin baliq bor, baliqlar bor. Bu joyda baliq tugab ketishi qiyin. Juda katta joylarga ulangan joy. Xudo xolasa kuzatib boringlar. Videolarimiz yoqsa like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Bundan-da chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaveramiz. Vaqtimiz mana ertaman, hozir soat 5 atrofida bo'ldi. Ertamanda keldik. Xo'p, boshladik bo'lmasa ovlarni. Do'stlar, mana tashlab oldik. Nimadir tortyapti mana. Yes. Ketdi. Ana do'stlar, sazanimiz chiqib ketdi. Mayli, chiqsa yo'q. Hozir yana nasib qilsa olaveramiz. Do'stlar, mana Sayfiddin akam ilashtirdilar nimadir. Nima endi u aka? Nimaga ol? Sazanmi? Ilonbosh shekilli. Ilonboshga o'xshayapti aka. O. Sazan ekan, sazan. Do'stlar, mana sazan chiqdi mana nihoyat. Chiroyli sazan. Hoppa. Bir ko'rsatib qo'yingchi kameramizga. Mana do'stlar, chiroyli sazan ilashdi. Sayfiddin akam pochini ochib berdilar. Xudo xolasa ovlarimiz boshlandi. Nasib qilgan bo'lsa olaveramiz. Do'stlar, mana shunaqangi joyda o'qilyapman. Joyiga gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli joylar. Do'stlar, nima deyapti mentlar? Vobshim go'zal joylar. Joylarni qaranglar do'stlar. Voyda, joylarga gap bo'lishi mumkin emas. Ilon boshlari makoni desa ham bo'laveradi joyda. Juda ham go'zal. Ko'rgan sari joylar yoqib ketyapti. Manzaraga gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, mana shu yerda sazan yuribdi. Naridan nariroq bo'lsa kerak, tuz to'g'rida. Paployim tagida. Olib qolsa xudo xolasa olamiz. Mana suvni bo'tana qilib tashadi. Qanolar. Bittasi paplovoklik, bittasi otma.
qo'shga to'zityapti. Lo'g'a qilyapti tagida. Oziq qazilab ko'laydi yerda sazan. Ko'pchilik biladi buni. Bizda qalmog'imizda nimadir bor. Nariyoqqa ketib qoldim. Ajoyib uryapti. Ko'ramiz toz qani. Mayda baliq. Yer xushka. Mayda yomon emas, ilon baliqqa tashlab olamiz buni. Do'stlar, sayfimda ekan. Ilashtiryapti ekanlar, chaqiryaptilar, kelyapman. Hoppali. Ha boy aka. Sazanmi? Uxti. Tushasin pastga. Bering qalmoqni menga. Mashinada qimirlatib ushlab turaman, sho'ring. Ehtiyot bo'ling. Nima deysiz? Bo'pshim. Joylar zo'r, sazan juda ko'paygan. Chuqur bo'lishi ham mumkin aka. Baliq oma qimirlamayapti, faqat to'nga o'ralib olibdi. Ben qimirlatmay ushlab turibman aka. Tegdimi qo'lingizga? Yo'qolib qoldimi? Turibdi menimcha. Faqat ular bilan bir yo'la birga olib kelyaptilarmi boy ekan? Ba orqangizda ekan. Dumi. Oo. Dahshat u, ha? Tushganingizga arzir ekan aka. Tushib ketdi bundan. Kopda bu. Hoppa, mana do'stlar. Mana sazan. Sazanda go'zali do'stlar. Hoppa. Juda ham chiroyli sazan ekan. Ularimiz zo'r ketyapti. Mana do'stlar, 2 qarich chiqib oladi salkam. 1 kilodan kattaroq. Bo'pshim go'zal. Joylarimiz mana shunaqangi joylarda o'qilyapmiz. Natijalar bo'lyapti. Ko'rsatilmay qolyapti orada. Imkon qadar ko'rsatishga harakat qilyapman.
Hoppa. Mana do'stlar, bugungi natijalar. Hop. 3 ta sazan bo'ldi mana. Yomon bas. Rizqimizga yarasha. Ikkita bir 700 gram, bitta 1,5 kiloga yaqinroq. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan bugungi ovlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammani oviga baraka.